2 metrli arqon odam umriga zomin bo'lishi ham mumkin ekan. Yoki 2 metrli arqon bilan aka hayotingizda saqlanib qolishi mumkin. Biroq ish qilayotganda uni oqibatini o'ylab qilishimiz kerak bo'ladi. Akalar, uy qurayotganda biz har doim chiroyli uy quramiz, lekin uni qishi kelganda isitishga juda ham qiynalamiz. Akalar, biz sizlarni issiq sovuq bilan o'ylagan holatda izolyatsiya material taklif qilamiz-ku. Biz sizga taklif qilayotgan izolyatsiya ham tomdan, ham devordan, ham poldan izolyatsiya qilishi mumkin. Akalar, biz sizlarga poldan eng zo'r izolyatsiya uchun to'pli pol matlarimizni taklif qilamiz. Bu matlarimizda to'g'ridan-to'g'ri polga qo'yiladi va hech qanaqa sim tashlamasdan turib shlankani oddiygina aylantirib o'tkazsanglar bo'ladi. Eng asosiysi bu issiq suvni to'g'ridan-to'g'ri tepaga harakatlanishiga sababchi bo'ladi va uyingiz issig'ini tashqariga chiqib ketmasligini ta'minlab turadi. Arzon va tez bo'ladigan bu matlarimizning atigi narxi 29 ming so'm. Akalar, kommentariyada o'zingiz fikringizni qoldiring. Izolyatsiya uchun penoplastdan yana yaxshiroq nima material bor? Akalar, bizlarni kuzatishda davom etinglar. Qurilishda foydali videolar o'tkazmaslik uchun Universal Decor profiliga обязательно obuna bo'lasiz. Mana shu videoni o'zi issiqqina yo'lki uyga borganda sovuq kutib olgan do'stga tashlab qo'yasiz. Videoga bitta like bosasiz, bizdan kuzatishda davom etasiz. Assalomu alaykum.